Elchin Safarli. Chirog'i porlagan uy. Bu so'zlarda haqiqatni ko'raman. Ular haqiqiy. Bir umrlik shunday sevgi borligi haqida. Uni topish uchun hech yoqqa borish shart emas. Kalitni qo'lga tiqib burash, qattiq quchish, yangi kunda uchratganlariga quvonish va sokinlik topa bilish yetarli. Bamisoli iyul dengizi bo'yida yumuq ko'zlar va ochiq yurak bilan o'tirgandik. Sen o'zingni uchratganing va taniganingda u bilan sevimli qo'shiqlaringizni kuylaydigan va qanchalar finjon qahva ichishdan o'z odamingni uchratgan va tanigan bo'lasan. Biz bilan hayot qanchalar go'zal va naqadar shirin, ammo uning hech kim bilmaydigan dardu armonlari, o'ylanmagan baxtu iqbollari bor. Har bir qalbning o'zgacha idroki, tafakkur qanoti bo'lganidek, albatta mehru muhabbat hamda iymon e'tiqodi ham mavjuddir. Ushbu roman haqiqiy barkamol sevgining borligi va sevilib yashash chinakam baxt ekanligini tarannum etdi.